Agar bu videodagi 50 ta отжиманияni men ko'rsatgandek qila olsangiz, gavda, yelka, trisepsni chiroyli qilib olishingiz mumkin. O'zga bo'lgan ishonchni va disiplinani oshirib olasiz. Prosta ko'rmang, men bilan birga bajaring. Birinchi mashqdan boshlaymiz. Diamond отжимания. Qo'llar yaqin, ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkincisi yonboshga. O'rta, chap, o'rta, 10. O'rta, chap, o'rta, 10. Hozirdan o'zi sezishni boshlaysiz. Keyingi mashq bu dead stop. Pastga kelganda bitta to'xtalasiz. Ketdi mana. Bitta otilasiz. Ketdi mana. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Уже pumpni his qilasiz. Prosta ko'rmay aytganimdek bajaring. Shunda чувствовать qilasiz. Keyingisi oddiy отжимания 10 ta. 1 tekis qilamiz. 2 3 4 5 6 7 8 Bum. Bum. И oxirgi 10 talik. O'zgarishni уже his qilasiz. Sekin отжимания oxirgisi. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buni tugatgandan keyin 2 minut dam olib, agar yana qila olsangiz qaytib kelib bajaring. Do'stingizga yuboring. Va ertaga yana ko'rishguncha. Ketdik. Let's go!